Ijtimoiy tarmoqlarda quruq bo'sh yerlarga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilayotganligi to'g'risidagi turli xil fikrlar bildirilmoqda. Fikrlar xilma-xil. Aslini olganda quruq bo'sh yerlar rasmiylashtiruv jarayoni qanday ketadi? Shular to'g'risida ma'lumot olish maqsadida kadastr agentligi mutaxassisiga yuzlandik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, quruq yer uchastkalariga ham kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish mumkinligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Bu aslida bugungi kunda amaliyotda mavjud. Bu yangilik yoki bu yil yoki o'tgan yil qabul qilingan normalarga taalluqli emas. Bu amaliyot bir necha yillar davomida foydalanib kelinyapti. Bu Vazirlar Mahkamasining 389-son qarori 3-ilovasi bilan tasdiqlangan kadastr yig'ma jild hujjatlarini shakllantirish to'g'risida norma bor. Unga muvofiq quruq yer uchastkalari, ya'ni imorat qurilmagan bo'lgan yer uchastkalariga ham kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib, davlat ro'yxatidan o'tkazish mumkin. Buning tartibi esa Vazirlar Mahkamasining 2020-yildagi 535-son qaror 1-ilovasi bilan tasdiqlangan kadastr pasportini shakllantirish uchun davlat xizmatlarini ko'rsatish masalasida davlat xizmatlari markazlari yoki MyGov orqali murojaat qilinishi lozim. Buning uchun esa huquqiy asos bo'lgan, ya'ni yer ajratish hujjatlari yoki auksion savdolaridan olingan bayonnoma yoki kolxoz, sovxoz vakolatli organlar davrida yer ajratish hujjatlari mavjud bo'lishi talab etiladi. Yana bir muhim masala, quruq yer uchastkasini oldi-sotdi qilish mumkin emas. Sababiki yer ajratish hujjatlarida u meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik huquqi bilan yoki doimiy foydalanish huquqi bilan yoki ijara huquqi asosida yer ajratilgan bo'lishi mumkin. Bu huquq turlari bilan quruq yer, ya'ni imoratsiz yer uchastkalarini oldi-sotdi qilish imkoniyati mavjud emas. Lekin bugungi kun amaliyotida yer uchastkalarini xususiylashtirib, ya'ni davlat orderini mulk huquqi shakllangandan so'ng, ya'ni yer uchastkasiga mulk huquqi shakllantirilgandan so'ng, uni bemalol belgilangan tartibda shu davlat notarial idoralari orqali oldi-sotdi qilish yoki realizatsiya qilish imkoniyati mavjud. Bunda imorat qurilgan bo'lishi talab etilmaydi.